Namozda salovatdan keyin o'qiladigan duolar. Namozda tashahhud duosidan keyin salovat o'qiladi. Keyin Robbana duosi o'qiladimi yoki undan oldin yana biror duo o'qiladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Namozda tashahhud va salovatdan keyin namozxon o'zi va ota-onasi mo'min musulmonlarning haqqiga duo qiladi. Duoning matni quyidagicha: Allohummaghfirli va livalidayya va lilmu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati. Ma'nosi: Ey Alloh, meni, ota-onamni, mo'min va mo'minalarni, muslim va muslimalarni mag'firat qilgin. Duoda faqat o'zini emas, barcha mo'min musulmonlarni eslash sunnatdir. Keyin Qur'oni Karimda kelgan Robbana atina duosini o'qish mumkin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Ma'nosi: Ey Robbimiz, bizga dunyoda ham yaxshilik, oxiratda ham yaxshilik ato etgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin. Namozda odamlarning so'zlari va ulardan so'raladigan meni falonchi ayolga uylantir, menga ko'p mol ber kabi duolar qilinmaydi. Manba: Fatavoi Hindiya, Xulosatul Fatavo va Tabyinul Haqoiq kitoblari. Sunnatda yuqorida keltirilgan duolardan boshqalari ham bor. Abu Bakr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: Ey Allohning rasuli, menga bir duo o'rgating, men uni namozda o'qib yuray dedilar. Shunda Rasululloh: Ayting: Ey Alloh, albatta men o'zimga ko'p zulm qildim va sendan o'zga gunohlarni kechiruvchi yo'qdir. Meni huzuringdan bo'lgan mag'firat bilan kechirgin va menga rahm qilgin. Albatta sen ko'p kechiruvchi va o'ta rahimli zotsan dedilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Duoning o'qilishi: Allohumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran va innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ba'zi ulamolar Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat